Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohga hamd va sanolar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat shariflar, ularning ashablariga bo'lsin. Bugungi suhbatimiz tariximizning ma'sum bir qismi to'g'risida bo'ladi. O'shaning uchun iltimos e'tibor bilan eshitinglar. Bu voqealarni g'unjikmasdan eshitish juda qiyin. Bizda shu oxirgi 100 yil ichida bo'lgan voqealardan agar aytsak ishonishinglar qiyin. Negaki odamlar o'zini bolasini pishirib, kattalarni ataymanli kichiklarni pishirib yeganini, agar kampirlar nevaralarini yeb qo'yganini va shunga o'xshash narsalarni tariximizda bo'lganini eshitadigan bo'lsanglar, juda tushunish qiyin bo'ladi bu ishlarni. Ammo bizani onalarimiz, kattalarimiz bu voqeani boshdan kechirgan, voqealar qo'ldan kelgancha shu odamlarni qutqarib qolishga harakat qilgan. 1865-yil Toshkent shahrini Chernayev boshli lashkarlar bosib oladi. 1914-yilgacha bu xalq Rossiya bilan savdo qilib, o'zini tutib oladi, boyiydi. Butun dunyo bilan savdo qilishadi. Hozirgi kundagi Dubayga o'xshagan butun dunyo savdogarlari keladigan bo'ladi O'zbekistonga, Toshkent shahriga. Toshkent butun dunyo savdogarlarining poytaxtiga aylanadi. Endi 1914-yilda Birinchi jahon urushi boshlanadi. Birinchi jahon urushi boshlangandan keyin o'sha chegara zonasida yashayotgan xalq Moskva, Peterga kelib joylashishni boshlaydi. U podsho bularni ko'radi, hammasini Toshkentga jo'natib yuboradi deydi. Shu bilan o'sha chegara zonasida yashayotgan xalqlar, ya'ni bular vengerlar, polyaklar, latvishlar, litovlar, estonlar, bularni hammasini Toshkentga qarab jo'natadi. Yevreylar, Toshkent o'zi 1865-yilda 100 ming odam yashaydigan kichkina shahar bo'lsa, 1914-yilda bular kelib shaharni to'ldirib yuboradi. Tub aholidan 2 barobar, 3 barobar ko'payib ketadi. Uni boshqa shaharlarga bo'lishni boshlashadi. Bunisi yetmaganda asirga tushgan soldatlarni butun dunyoda Antantada, işte davlat Antanta bo'ladi. Bular Rossiya, Fransiya, Angliya bir tomon, qolgan butun Yevropa davlatlari bir tomon, Avstriya, Vengriya, Turkiya davlatlari imperiya, bular imperiya katta davlatlarning qo'lda ostidagi xalqlari hammasi Chexiya, Vengriya, bular hammasi bitta bo'lib Rossiyaga yopishadi. Qo'lga tushganini hammasini Toshkentga jo'natishadi. Urushga 60 million soldat qatnashadi urushga. Shu 60 million soldatdan Rossiyaga qarshi urushganlarni hammasi qo'lga tushgan asirlarni, ularga konvoy ularni saqlab olib keladigan odamlarni hammasini olib, soldatlarni olib, qo'riqchilarni olib Toshkentga jo'natishadi. Toshkentda narx-navo 2 barobar, 3 barobar ko'tarilib ketadi. Bu yerga kelib qolganlar butun Yevropaning eng o'qimishli nimalari kelgan, o'sha paytda askarlari kelgan. Bular polyaklar, chexlar, nemislar, vengerlar, avstriya-vengerlar, avstralistlar, slovenlar, ruminlar, xullas Yevropaning hozirgi o'sha davlatlarini asirlari hammasini Toshkentga jo'natiladi. Ular bu yerda 1 kun, 2 kun yashamaydi, bu yerda yillab yashaydi. Kelib bu yerda nemislar o'ziga kirx quradi, polyaklar o'ziga kostyol quradilar, Tashmin oldiga kostyol o'shanda qurilgan. Endi
Hristiyanlar kelib o'ziga bitta sinagogalar quradi, dom molitvalar quradi. Xullas aholi ahvoli og'irlashgandan og'irlashadi. 1914-yildan 17-yilgacha 16-yilda podsho yutqizishni bilib armiyaga ishlash uchun nimalarni qurish uchun, transheylar qurish uchun, blindajlar qurish uchun o'zbeklardan 250 ming askar olmoqchi bo'ladi O'rta Osiyodan. Shunda 1916-yilda katta xalq qo'zg'oloni boshlanadi. Lekin xalq bilan podsho shartnoma tuzayotganda armiyaga olmayman o'zbeklarni degan shartnoma qo'yilgan edi. O'shanga bu gapida turmasdan o'zbeklarni armiyaga olib ketadigan bo'ldi. O'zbeklarning oti bormi, aravasi bormi, narsalari bormi, ularni urushga qatnashga majburladi. Shunda xalq qo'zg'olon ko'tardi. O'sha qo'zg'olon bo'lgan kuni mani katta oyimlarni, ya'ni otamni onasini uzatib ketishayotgan ekan. Bizning uyimiz hozirgi Beruniy metrosini oldida bo'lgan. Bu metro Beruniyning oldidan Qo'qonga, nima Qo'yliqqa uzatib ketayotgan bo'lgan kelinni. Yo'lda urush orasiga kirib qolishadi, 3 kun qolib ketadi, 3 kun ko'chada qolib ketadi. Urush orasiga kirib qolib. 3 kundan keyin chiqib urush bo'layotgan joydan chiqib, undan keyin to'y nimaga yetib boradi. To'yxonaga yetib boradi. Shunaqa dadamlar oyimlarga o'ylanganlar. Endi dadam o'sha paytda otamning otasi katta dehqon bo'lgan ekanlar. Birinchi chiqqan narsalardan olib kelib gubernatorga sovg'a qilar ekanlar. Birinchi chiqqan ekinlarni birinchi chiqqanda handalak bormi, bodring bormi, o'shani olib kelib sovg'a qilar ekanlar. O'shaning uchun ular bir kun chaqirdi, aytdiki, endi Qadir chiqdi, Peterda revolyutsiya tayyorlanmoqda, janjal bo'ladi. Endi boylarni quloq qiladi, yerlarini tortib oladi. O'shaning uchun seni biza ishchi qilib o'tkazib qo'yaylik deb konki haydalgan, ya'ni tramvayni ot bilan haydalgan tramvay bo'lgan, o'shanga odamlarni o'tkazib qo'ygan ekan. Ularning kattalari, katta odamlarni, ya'ni odamlarning katta otalarini, otalarning otasini, lekin odamlar amakilarini hammasini nimada quloq borgan keyin. Ukrainaga quloq qilgan, Xersonga. Pahar Umarda ham o'sha quloqda bo'lgan, o'sha tanshuvga qochib kelgan bilamanlar. Endi bu xalqqa ahvoli og'irlashgandan og'irlashgan 1920-yilga kelganda, 20-22-yilga kelganda juda katta qattiq ocharchilik boshlanadi. 9 million, 10 million odam o'lib ketgan ocharchilik boshlanadi. Shu ocharchilikda bizda 200 tadan ortiq qalandarxonalar bo'lgan ekan. O'sha qalandarxonalarda qalanlarda pul yig'ib odamlarga joy, mol, hol, kambag'allikka qarab shunaqa qilar ekan qalandarxonalarda. Bu ko'chib kelayotgan odamlar, yopirilib kelayotgan odamlar ochiq-ochiqlarni ko'rib, bularga qishloqni olib berishgan ekan. Bir qishloqni olib berib, qo'ldan kelgan yordamlarni berishgan ekan. Shularning orasida men vokzalni oldin No'g'ay qo'rg'on degan bor. Kecha televizorda chiqdi, biz tatarmiz dedi. Yo, tatarlar nomi ham No'g'ay qo'rg'on o'zi qishloqni. No'g'ay boshqa, tatar boshqa, tatarlarda ham har xil bor. Qrim tatar bor, Qozon tatar bor, Rossiyadan kelgan tatarlar bor. Endi bizani ota-onalarimiz shularga bor qo'ldan kelgancha qarab yordam bergan. Allohning kalomida bir oyat bor ekan. Shu oyatda bir kishini, ya'ni jonni o'ldirmagan yoki yerda buzg'unchilik va qaroqchilik kabi fasod ishlarni qilmagan insonni o'ldirgan odam xuddi hamma odamlarni o'ldirgan kabidir. Unga hayot baxsh etgan odam butun odamzodni qutqarib qolgandek savob oladi. Qur'onda yozib qo'yibdi. Oyat 32-oyat Moida surasi. Shuni asosida bularni o'limdan asrab qolamiz. Ularga yordam beramiz, qirilib ketmasin deb o'sha yetim yesirlarni, beva beshoralarni
o'sha g'arib g'uraboni hammasini yordam beramiz deb bizani ota bobolar qo'ldan kelgancha yordamini ayamasdan qilgan ekan. Buni onamiz ham aytadi, ota bobomiz ham aytishgan bu ishlar bo'lgan voqea qanaqa bo'lganini. Shu janjal tufayli, shu janjal to'polanda, shu ocharchilik paytida mana shu o'zimizni yonimizda turgan bizdan 8 kilometr naridan Qozog'iston boshlanadi. Shu qozoqlarning 40% xalqi, bashkirlarning 40% xalqi, ukrainlarning 40% xalqi qirilib ketgan ekan. Bu bitta Ukrainaga, qozoqlarga emas, qirg'iz, totar, tojik, qaysi millat o'lsa, Rossiyaning ustida yashagan bo'lsa, ruslarning ham o'zi 9 million odam o'lib ketgan ekan. O'lib ketgani mayli, odam yeyishga o'tgan ekan. Odamlarning go'shti 40 so'mdan sotilgan ekan. Odam go'shti bozorlarda 40 so'mdan sotilsa, qo'y go'shti 400 so'mdan sotilar ekan. Chunki qo'y go'shti yo'qligi. Men shunaqa narnavo bo'lib, davlat urushda davlat bilan janjal qilib, davlatga qo'zg'olon chiqqan ekan. Bizga bu odam go'shti yeyishni qonunlashtirib berasan deb, mana shu yaqinda bo'lgan voqealar bular hammasi. Bizani ota bobo ko'rgan buni. Shu odamlarni qutqargan bizani ota bobolarimiz. Buni hammasi xat hujjatlari, dokumentlari turibdi odamlar qo'lida. Shu odamlarning tirik bolalari bor. Sizlar bir bunday bo'lgan voqealarni eslab ozgina qaraylar. Biz o'shanga bitta muzey qildik, Xudoga shukr. Muzeyning nomi Xotirlash va qadrlash muzeyi, nom muzeyi. O'sha Toshkentdan shaharda chiqqan, o'sha bekordan bekorga chiqqan emas. Endi bu birinchi 21-22 yillarda ocharchilik bo'lgan bo'lsa, orasidan 5-4 yil o'tgandan keyin yana 32-yildan boshlab 30-yillar, 32-yil, 33-yilda bunda ham qattiq qahatchilik bo'lgan odam go'shti bozorlarda sotilgan. O'zbekistonda bozorda emas, Rossiyada bozorlarda baribir qo'shni o'ta sotildi. Bitta shular hammasi oqib kelgan shu yoqqa qarab. Endi bu vahshiyliklarni ko'rgan xalq ichida bu yerga kelgandan keyin o'shalarni shu onasi yeb qo'ymasdan qochib kelgan, odam go'shtini yeb qochib kelgan odamlarni, o'sha bolalarni bizning ota-onalarimiz olib tarbiya qilgan. Shulardan bittasi mana bizning nimamizda bor edilar. Mani ustozim otini aytmayman endi. Shu ustozimdan bolalar so'ragan ekan, bir umrli aytmagan. Ben palanchini bolasidan otim mana bunaqa edi demagan, uni o'zbeklar aslamagan. Keyin O'zbekistonga o'ylandi, 11 ta bolasi bor. So'rashganda 4 yosh bola edim. Otam bilan Koreyaga ketyapti, ikkita shinel kiygan to'xtatib bizani. Mana nimadan tushirib, Koreyadan tushirdi. Ve otam olib ketdi. Otam seni Toshkentga olib jo'nagan bergan. Shunaqa Toshkentga kelib qolganman dedi. Ruscha gapirishni ham bilmasdi. Ammo o'lmasdan oldin aytgan ayollariga ustozni shu masalaga bo'lgan. Ungacha ovozni ham chiqarmagan. Men balanchini bolasi edim. Mana bunaqa bo'lgan edi Rossiyada. Shunaqa kelib qolganlardan orib o'rus, islom o'rus, falon o'rus, falon tatar, bismillah, Ukrain, mamlakatlar deganlar mahallalarda hali ham ko'p edi. Mana bittasi bizning masjidda hozirda ham degan o'qiydi. O'sha naylat beradi. Endi ham chori naylam. Aytadiki, mani opamlar deydi, nimaga chiqqan ekan deydi, mani deydi, aniyim deydi. Ani ular katta ismi ekan shakli, anisini. Aniyim deydi, qo'shiniga chiqqan ekan deydi. Ukasi janjal qilganiga ovqat qo'shni ovqat yeyotgan ekan, bizga bermadi deb. Mehmon qilmadi deb chiqqan ekan, chiqsa ne mani bolamga narsa bermadinglar desa, anisi unga aytishibdi, palanchi o'g'limizni pishirib yeyapmiz, o'shaning uchun sani bolangga berolmadim, xafa bo'lmagin degandan keyin esi chiqib Toshkentga qochib kelgan ikkita singlisini ham olib. Men deydi, onam deydi Toshkentda tug'ilgan deydi, men o'shandan tug'ilganman deydi. Adreslarini ham aytadi, qaysi qishloqdan kelganini. Endi deydi, Rossiya bizani qabul qilayotgani yo'q deydi. Mana Chelyabinsk oblast, Troitsky rayon, Bobrovka degan qishloqdan kelishgan ekan. Mana bunda 5 mahal namoz o'qiydi bizani masjidda shu odam. Endi deydi, nima qilsam deydi, Rossiyada sizlarni qarindoshlaring qolmagan, sizlar Rossiya emas, O'zbekistonda yurgan bizani qabul qilmayapti deydi. Endi bu voqealarni sizlarga aytib berishimdan mazmun ayollarga baraka topib sizlardan iltimos qilamiz.
Men bu voqealarni ko'tarish uchun necha marta xalqaro xalqaro nima xalqaro press klubga Shuhrat nima Sherzod Qudratxo'jayev oldiga bormoqchi bo'ldim, qabul qilolmadi, ish ko'p Sherzod universitet rektor. Bu xalqaro press klub, bu bizga kelib qolgan o'sha paytda yillab yashagan chex bormi, polyak bormi, nemis bormi? Hozir endi boradigan bo'lsak, har kuni bitta qo'shnim nimaga boribdi, Litvaga chiqmoqchi bo'lsa, Litvaga chiqqandan keyin mana oldiga kirish uchun ham $300 to'lash kerak ekan. Chexiyaga boradiganlar $500 to'lar ekan. Oldiga kirib chiqish uchun faqat u qabul qiladimi, qilmaydimi, viza beradimi, bermaydimi, unisi noma'lum. Mana shunga tushayotganmiz. Bizlarni xalq tentirab, bechara shu faqat Rossiyaga boshqa narsa qolmayapti hozir. Bu voqealarni ko'tarish kerak. Biz vaqtida boqqanmiz, bizga qaraganmiz, yillab mana narsalar turibdi hali ham. Bu hujjatli narsalar qanchasi kelgan bu yerga. Ular 100 yil bo'ldi mana. Xalq o'tqolariga yana 100 yil bo'ldi. Bizdan otib bo'lmas. O'sha janjallar tepasida turgan. Olib o'shalarni kelib qolganlarni boqqan, qaragan bir yerda 8,000-7,000 odam keldi. Ana kuni men Rossiyadan qarasam, yevrolardan 150,000 ko'chgan ekan, 150,000. O'shanda endi xotin aytyapti, eski televizorda turibdi, rasmlar, filmlar turibdi, endi yozdirgan nimalar. O'shanda men deydi, berayotganlarga oxirgi qop unni men oldim deydi. Mendan keyin bir ko'p bolali o'zbek ayol turuvdi deydi. Unga yetmay qoldi deydi. Ular yerga qarab deydi, moyus deydi, ko'zidan yosh chiqib ketdi deydi. Salla ketmaganlariga ma'qul deb aytdi. Ammo boshqa qattiq gapirmadi menga. Endi bu deb o'sha yevrey xotin aytyapti. Toshkentda 100,000 aholi bo'lgan, 14-yilda kelib 200,000 bo'lgan. 150,000 odam bitta yevreydan ko'chib kelgan bo'lsa, bu qancha aholi ko'chib keldi, qancha aholini qabul qildi O'zbekiston. Qanchacha qaradi, hozir faqat ishlagani ham bilan xizmatgani yo'q bizdan xalqimiz. Bu prezidentlar qachon nima qiladi? Bu xalqqa maydoniga aylanish kerak bu prezidentlar. Bu bizning gaplarimizni chet elga chiqarish kerak. Mana odamlar so'rayapti. Sizlar shu urushlarni boshlagansanlar, bizning haqlar qirilib ketgan ocharchiliklar. Otam 1985-yil dunyodan o'tdilar. Bir kun tushimga kirdilar, o'g'lim meni qarzimni to'laysanmi dedilar. Men ukalarimga aytdim, men zavodda ishlaganman, o'shancha ko'p ham oilani ishlagan, dasholmasdim, ham o'qirdim, ham ishlardim. Ukalarim aytdiki, otamdan dedi, qancha pul qolgan bo'lsa, dedi, qancha kasb kinishi qolgan bo'lsa, dedi, mashina, uy, shunday narsa qolib, otam qarzi bor ekan yana. Okas san pamir bo'yidan ketib qolib shekilli, mana qildi. Keyin men masjidga chiqdim, masjidga aytdiki, domla aytdilarki, otangni qarzi bor. Birinchidan ukalarini o'qitmagan, bularga iymon keltirish kerak edi, hammasi iymonli bo'lish kerak edi, islomdan xabardor bo'lish kerak edi, shuni o'rgatib qo'yish kerak, chunki qiyomatda otangni oyog'idan oladi. Shuni o'rgatib qo'yganlar, xo'p bo'ladi dedim. Keyin men 85-yil o'zi alhamdulillah to'g'ri. Bitta kitob ko'tarilgan ham, bitta dinlar bilgan odam o'zi yo'q. Endi mahallaning chollardan so'radim. Mana shunaqa otamdan kimga nima qarz bergan edi, otam mana shunaqa tushimga kirdilar. Desam, lekin hammadan so'rab chiqdim, bitta oiladan so'ramagan ekan, ani og'aynisi bor edi, bitta og'aynisi, palonchi og'aynisi. O'sha og'aynisidan ham so'ragan, hozir kasal yotibdi. Bordim, men qidirib o'sha uyga bordim. Mana shunaqa otam tushimga kirib o'tdilar, qarzimni to'lagan o'g'lim o'tdilar. Siz nima deysiz? Sizlar qarzlaringiz yo'qmi deb desam, qarab turibdiki, otang o'ylanayotgan paytda, otam urushdan endi chiqqan paytda 45-yildan keyin o'ylanganlar. O'sha o'ylanayotgan paytda men 200 so'm to'yana qiluvdim, otang o'shani men to'yganimda qaytarmadi. Bitta mas qarzini bilaman, boshqa qarzini bilmadim. Men o'yga keldim, ukalimga aytdim, palonchi odam otamga 200 so'm to'yana qilgan, o'shani otam qaytarmagan ekan, o'shani otamni
Keyin mahallali chollardan so'radik. Bu 45-yil 200 so'm to'yana qiyin ekan falonchi otamga. O'sha nech pul bo'lardi o'zi hozirgi narsalar? Qanaqa bo'lardi? Chollar ko'zlar yosh o'tirib ketdi. 200 so'm beradi, bitta buqaga bo'ldi beradi. Otamga qilganligi nimasi to'yalasi 200 so'mga bir buqaga bo'ldi beradi. Shu bir buqaga bo'lkaga o'sha paytda odam o'ldirib ketardi. Katta to'yana qiynalagan og'aynisi. O'shancha esda qo'ygan bo'lsa kerak deydi chollar. Sovet tipligi 200 so'm olib kirib berdi bilmaydi. Olib kirib berdim, shundoq bo'ldi o'shagancha jon berdi, ertalab ovozasi keldi, balandchiqsa o'ttirdi. Otam tushimga kirdi, hali keluvdagi kirib-ketayotgan shu og'ayni qarzi o'tmasin deb men poylayotgan ekan shekilli deydi. Sen bilan oxirat ishini yaxshi tushunmayman u. Endi bo'lgan voqeani beryapman sizlarga. Hozirgi kunda to'ylagan odam borgani ham beradigan bo'lib qoldik. Nega 80 dan oshdim. Tavarruz to'yga yetadi. Bitta joy hozir 100 mingdan ortiq bo'layotgan ekan. 200 ta 300 ta odam yetib to'y qilib, necha million pul ketadi endi. Yaxshi pul topayotganlarga-ku yaxshi baraka topsin. Endi sal bundoralarni ham o'ylash kerak, ularning to'yini. Oldin to'yxonalar mahallada bo'lardi, o'zimiz qurganmiz mahallada to'yxona. Shunaqa qilib to'ylarni shu mahallada o'tkazsa ham bo'ladigan ishlarni bir yo'l yo'riqini qarash kerak. O'ylanolmayotganlarni bilan oldin o'ylantirish harakatini qilish kerak. Bizning bo'yimizga vazifa. Bu borib birovni oshini yeb turish emas. Degandan keyin buni savol javobi bor ertaga Allohning oldida. Bu bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos bu voqealarni bir ko'tarilib biz ham bitta muzey qildik. Muzeyning nomi o'sha xotirlash va qadrlash muzeyi. Bu 700 yillik masjid. Xo'ja Ahron Valiyning bobolari davrida qurilgan masjid. O'sha masjid endi hozir yonida Xo'ja Ahron Valiy degan katta masjid, jami masjid qurildi. O'shaning uchun bu kichkina masjid endi shu qoldi, biz olib buni muzey qildik. Shu muzeyning dokumentlarini, suratlarini qilishga va muzeyni obod qilib ichiga shu o'tgan voqealarni 32-yilda, o'sha 20-yillarda, keyin oxirgi bo'lgan va 45-yilda bo'lgan qahatchiliklar to'g'risida bir muzey qilib bizani yoshlarimizga tushuntirish kerak. Mana bunaqa voqealar bo'lgan, mana bunaqa ishlar bo'lgan deb. Hozirgi kunda o'sha bizani ota-bobolarimiz qilgan ishlarni davom ettiringlar deb ularga tushuntirish kerak. Endi hozirgi kunda bizani O'zbekistonda 138 millatli odamlar yashayapti. O'zbekistonda 138 tadan ortiq millat vakillari O'zbekistonda ahil yashab turibdi. Necha xil dinda hammasi bir-biri bilan ahil mahalla bo'lib yashayapti. Endi shu bir taklifki shu 138 ta millat bizda yashayotgan bo'lsa, dunyo bolalarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti degan bir tashkilot tuzaydi. Shu shaharda mana joyimiz bor, yerimiz bor. Shu yerda bolalar millatlar tashkiloti tinchlik uchun deb, bu tinchlikni bolalardan boshlanmasa, u yoshi katta bo'lgandan keyin unga gapirgan befoyda bir-biridan urushaveradi. Mana Isroil maqod hamma yoqda abdalaq tashabbat. Necha ming odam qirilib ketyapti. Rossiyada necha million odam qirilyapti, o'ta qirilyapti. Bu tinchlik bo'lish kerak, tinchlikni qilish kerak, odamlarni saqlash kerak urushdan, janjaldan. Shuning uchun bitta taklifim mana Saida Mirziyoyevaga, mana nimaga Oliy Sovet raisasiga, xotin-qizlar raisasiga bulardan men iltimos qilamanki, shu sizlar ayol kishilar bunaqa narsalarga sizlar joningizdan o'tib bu odamlar qanaqa voqea bo'lganini tushuna olasizlar. Erkaklar tushunmasligi mumkin. Bu ayollar shu bir-birini yeyotgan odamlarni, bolalarni asrab, ularni boqib, erkaklar olib kelib qo'yadi, mana buni qaragin deb. Bizlarning buvilarimiz, bolalarimiz qaragan shu bolalarga.
onam rahmatli aytardilar. 15 15tasini 18tasini non yapadigan bo'lsa 14-15tasini yeb qo'yadi odamlar, kelganlar. Keyin buvam aytarkanlarki, bularga jiza bergan, bular ichini yeb qo'ygandir keldi. Keyin jiza qilib bersam, lekin jizani yeb keyin 3-4 kundan keyin jiza yegandan keyin qorniga nima qilib ko'zi to'ygandan keyin ularni ko'zi to'yish kerak deyisharkan. Ko'zi to'ygandan keyin nima yeyotganini biladigan bo'larkan, 3 tadan ortiq non yeolmasdi keyin zo'rlasam. Shunaqa qattiq qahatchilik bo'lgan bolam. Dedilar, o'zimni ham aytadilar, mana shu men nimadan urushdan keyin tug'ilganman, hali zabor o'sha men tug'ilgandan keyin bo'lmagan ekan zabor. Ungacha zaborni non yeyishgan. Zabor degani o'sha kartochka bilan. Bu kartochkasini ham odamlarni o'g'irlab ketib, o'zini o'ldirib ketarkan. Kartochka olish ham shunaqa qiyin bo'larkan. Ishlayotgan odamga berarkan, ishlaydigan kartochka ham yo'q. O'shanda onam aytadilar, mollarga biz dalada dehqonchilik qilardik. Mollarga o'xshab men ham o'tlarni yeb yurgan ekanman. O'sha yerga orqamdan chiqib, bu yerda osilib ketayotganini ko'rib, esim chiqib ketgan dedilar onamlar. Ikkita oyog'ini ushlab ko'tarib, undan keyin sekin ichiga tiqib qo'yganman. O'lib qolammikan deb o'yladim, o'lmadim, Xudoga shukr mana. Mana Xudoga shukr. Bolalarning ahvoli mana shu qanaqa darajaligini bir ko'zinglarni oldiga keltiringlar, bir o'zinglar. Sizlar ham tuqqansizlar, sizlar ham bolalaringiz bor, nevaralaringiz bor, avaralaringiz bor. Hozirdan bizga kelishyapti, kelyapti, odamni kelyapti, chiroyli qilib, ahvolni qilib, davlatga reyestrdan o'tkazib, bizlar shu odamlarga tushuntirishimiz kerak, ayniqsa ayollarga tushuntirishimiz kerakki, qaranglar, bu noshukrlikdan yaxshilik kelmaydi. Bir payt noshukrlik qilib, postani olib tashladi, unga yer beramiz, suv beramiz, zavod ishchilarga, yer dehqonlarga deb, oxiri o'shalar o'zini bolasini o'zi yeydigan bo'ldi lekin. Xudoga shukr qilaylik, ertaga turganiga shukr qilaylik. Bitta o'qituvchini oyligini so'radim, men aytdim, "Nech pul oylik olsan, mana o'qituvchilarning oyligini oshirib yetyapti" desam, "Men ikkita smenada ishlayapman, matematika o'qituvchisiman" dedi. 15 million pul olaman dedi. Qarang, 15 million pul olsa, demak, salkam 5 mingta buxanka non berar ekan, 15 millionga. 5 ming buxanka non. Vaholanki bitta buxanka non uchun odamni bir-birini o'ldirgan. Yaqinginada bo'lgan ishlar bular. Tan joyinglar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Men Sherzoddan ham iltimos qilaman, boshqa blogerlardan ham iltimos qilaman. Bu voqeani yo'yishga yordam beringlar. Bu ishni odamlar foydalanadigan bir xotirlash muzeyimizni yaxshilab ishga tushiradigan, uni xalqqa foydasi bo'ladigan bir muzey qilib qo'yaylik. Salomat bo'linglar, yaxshi bilan ko'rishaylik. Ishlaringizni rivojini bersin. Alloh hammanglarga baraka bersin. Tan joyinglar sog', umringiz uzoq bo'lsin. O'stirayotgan farzandlaringlar oqil, iymonli, e'tiqodli, serfarzand, serdovlat, sog'lom bo'lsin. Allohu akbar.